Siyasi vaziyetler, dünya iqtisadi, fen texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men qarindoshlar Nabijalla. Bugünkü programımızda her birlerge şu Xorlanğan Vicdan namlı film qoyulğandan keyin nurg'un qarindoshlarimiz YouTube kanalımızın astığı inkaslarını yazdı. WhatsApp ve Facebook'larımızda mı? Nurg'un qarindoshlarimiz özünün tebrik sözlerini, film gibi olan özünün inkaslarını, məsləhətlərini, təkliflərini bəyan buldu. Allah şu barlıq şu film üçün bizni təbrikləgən, bununla səmimi təklif bəyan barlıq qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Asas cəhətdən hazırlıca bir sədbi bir nimi yox. İnşallah Allah'a şükür inkas yox. Kanalımızın qarindoshlarımız özünün bir bizning uchunchilik qilgan xizmatlarimizni qo'llab quvvatlab hem amaliy bir reallık uygun şekilde vatanimizdeki zulümün kiçikgina zerrecilik bir kısmını ekran arkalık, film arkalık yoğurtup belgeligimizden bizden ait de hoşal, bütün bizden film grupustaki rejissörden takip adetteki artistlarımızga ulag vakalte hem onlarga rahmetimni bildirmen. Allah hem ondan razı olsun. Hem de film koyulup bigen inşallah Cumhuriyet günümüz koyulgan bolsa bigen 5 gün oldu. Bu 5 gün jarayonida hazır körülüş ketim sani 20 mingdan eşip ketken oldu. 2 kanalga koyduk. 2 kanalda tan şekilde meňiwatydy. Onundan başka ulap taktırgan qarindoshlarymyz bar. Bu ýerde bu qarindoshlarymyzga alayda rahmetimni bildirme. Hem de bu şekilde bizden ulanmamız arkalık bir ýerde şonu teklip koygum keldi. Ulanmamız arkalık yani YouTube ulanmamız arkalık taktip bir şanlarını sorayma. Bunu düşürüp saklavasanlar mı buludu ama taktişinin yolu da bizden ulanmamız arkalık taktılsa bir yerden çıkan bolsa körüş nispeten hem statistik kısak hem ulanmanın aslında arkalık uçurlarımız var. Demallık bizimle alakalı qarindoshlarımız şu uçurlar arkalık ya da WhatsApp numarımız, banki hesaplarımız ve bizden alakalı iş numaralarımız degендek nimelerimiz var. Şu şekilde bizimle alakalı teklif beradigan ve ya ki başka hemkarlık şekilde işilip beraber qarindoshlarımız olsa bizden bir vasıta alakalı işe kolaylık olsun için bizden ulanmamız arkalık taktiş bir şanlarını yani bir kıtım sorayım. Şuna bilen birge qarindoshlar. Hem de bu film nayet kıska film şekilde oldu. Özallar köygün anladık 37 minutga barıdı. Anın ki qarindoshlarımız dedi bunun ahiri kanda bu davamı barmı? Bunun ahirine kaçan işleysizler, bunun ahirine kaçan körümüz degендek suallar oldu. Ben bir yerde bunun ahirine işleyiş veya ki başka şekilde vatanımızı bulavatkan zulümlerini nurgun vakallik var, nurgun reallık, emeli reallıklarımız var. Bunu ekran yüzüge elip çıksak buluduğun hatta ki teyakip koygan senaryolarımız var. Ama bunu elip çıkış için qarindoshlar en mühimi her birini köydünler. Aynı barlıq imkaniyetimiz, çeklik imkaniyetimizden paylanıp meyle turumunun içini eksettiriş için olsun, meyle kiyim keçekte olsun, meyle artistlerimizden bir şekilde kamlaştırıp bir rol alışı olsun, meyle rejissörlerimizden yaxşı şekilde muşnak şekilde bir ekleyalışı olsun, bir iktidarlık insanlarımız etrafımızda bakın. Ama bununla en mühim bulduğun derse iqtisat eken qarindoshlar. İqtisadga bir qitim yan chiqimizni ko'chlaydiganmiz, 2 qitim ko'chlaydigan, 3-chi qitimda biraz egri kelgan. Endi men bu yerda 10 ming, hattoki 20, hatto 30 ming odam ko'rishi mumkin. 3 ming odam bilet olgan bo'lsa 10 dollardan 30 ming dollar bo'ladi qarindoshlar. 30 ming dollarga bu filmning chiqimi 20 ming dollarga yaqin chiqim ketdi qarindoshlar. Bu yerdan yana Rambi rahmatimni bildirib olmoqchi. Qarindoshimiz yana İstanbuldagi bizning doktor ixtisosunas doktorimiz Borhan City qarindishim dal shu kuni 8000 TL hisobatimizga yotqizgan bo'ldi. Allah razı olsun bu yerda qarindishimizga. Allohga rahmetimni bildirme. Şu film grupumuzga qarindoshlarga vakolatan Allohga rahmetimni bildirme. 8000 TL
$1000'dan oşuq bol Türkiye'de qarindaşlar. Onun için bu qarindişimga tekrar rahmetimni bildirme. Allah razı olsun. Yana birisi bizning Kanadadagi Sharq Turkiston jamiyatining raisi To'yg'un Abduveli efendim 1000 Kanada dollari iana qildi. O qarindishimiz 7. aydalam dal filmimiz ishini bulab xabarini anglagandan keyin bu qarindishimizni aytdi. Dal vaqtida biz bilan aloqalashib qarindishim sizlarning mush filminglarni muboraklayman. Buning uchun az bo'lsin ko'nglimni izhor qilay deb $1000 Kanada dollarini qo'limizga Istanbulda tekkizdi. Bu yerda bu qarindishimizga alohida rahmatimni bildiraman. Demak qarindoshlar, demakchi o'g'limiz agar filmimizni keyin kim texnik keng shaklda texnik yaxshi shaklash uchun iqtisodga ehtiyojimiz bor. Bu yerda men pul beringlar yoki pul yanjig'ayli degan gapni qilmayman. Faqat shu hozir nimaning men PayPal numarimiz bilan faqat nima Türkiye Bankası'nın hisobat numarini kirgizib qo'ydim. Bununla Türkiye Bankası'ga qanchalik adam o'di, qanday o'di uni bilmayman, ammo uraman deb menga mendan aloqalashgan qarindoshlarim bor. Allah razı olsun deyman, ammo men hisobotini hozir bu yerda ko'ranmaganligim uchun manchilik pul kiribdi, anda bo'pti, manda bo'pti deb sizlarga hisobotini berolmayman. Ammo shunday ko'ngli bor, shuning oxirini davomini degish qarindoshlarimiz. Qarindoshlarimiz buning uchun ham deganimizdek iqtisod ketadi. Kinoxonaga kirsakmi 10-15 dollarga bilet ilib kinoda xallarda ko'ratdik. Bu uning oldidagi programmalarında dedim men, biz bunu bir azroq xajlagan shu chiqimimizni chiqarib olib, shuning o'rnini yana bir shaklda yana bir kino filmga dasmiy solsak, yana bir shaklda yangi film ishlasak degan umidimiz bordi. Ammo Xitoy virusi sababli kinoxonalarda qo'yishimiz va yoki insonlarni bir joyga yig'ib qo'yishimiz bu imkoniyatimiz bo'lmadi. Bunun için biz endi buni keyin so'zlab berishning o'rniga kelajak festivaliga boshqa shaklda qatnashaylik, ammo xalqimizga hech bo'lmadi deganda Cumhuriyet kunimizga ulgatib buni qo'yib etaylik degan shaklda qarorni elib turib, bu Cumhuriyet kuniga ulgatib buni YouTube kanalimizda qo'yib etdik qarindoshlar. Hattoki buni pulliq ulab qo'yish imkoniyatimiz bo'lsa-mu, unda qilmadik. Chunki qarindoshlarımızga hammamizga bir tunji asarimiz, qarindoshlarımizning duosi olsun. İnşallah xalqimizga aniq shaklda bu ahvolimizni degandan keyin xalqimiz o'z shaklida bir uning shu bizning YouTube kanalimizning ostidagi tushuntirish o'rnida bizning PayPal numarimiz, bizning hisob numarimiz, Turkiyadagi hisob bank numeri bor. Şu arkaga o'zining ko'zining ko'nglini izhor qildi. Manch pul va anch pul va anda olsun, manda olsun degan gapni qilmadik. Ama hal kimin bir kinoni ko'rgan shaklda normaldagi bilet bahsi bo'yicha ununkida basun shu shaklda davomini ishlaylik. Anandan keyin texnik yaxshi shakldagi narsalarni olib chiqaylik. Nurg'un qarindoshlarimiz fikr berdi. Bu ham ana tilimizni saqlab qolishga, ham xalqimizning ideologiya jihati tarbiyalashga nihoyat ahamiyatli roli bor ekan. Film orqali qilsak, hem avlodlarimizga bir tarixiy nimamiz qilib qoladi. Yana birisiga ana tilimizda ishlangan filmlar o'lchamlik bo'lgan ana tillarimizda shu so'zlarimiz qilib qoladi. Balalarimiz ko'rsa anglasa undan o'rganadi. Anandan keyin deganda bizning ideologiya asosimizni yaratishga, jamiyatimizdagi bo'layotgan ba'zi bir tanqidlashga tegishli narsalarni ekran orqali tanqidlashga, xalqimizni Xitoy tajovuzlariga qarshi turishda, Xitoyni dushman deb bilish, Sharq Turkistonning ideologiya asosi bo'lgan Vatanim Sharq Turkiston, dinim İslam, milletim Uyg'ur, düşmanım Xitoy tajovuzchilari degan ideologiya asosida xalqimizni birlik ikkalagiga bo'lgan bir shaklda yetakchi bo'lgan ideyalarni, yetakchi bo'lgan xalqimizni yetaklashga tegishli filmlarni ishlab chiqarib bo'ladi ekan. Hattoki o'zimizning vatanimizda ishlanmagan shu ikki jumhuriyatimizning tarixini ham ishlagan bo'ladi. Anandan keyin bo'lgandiga bizning shu taki Sutuqbora bizning sultanimizning hayotidan tortib ba'zi bir o'zimizning hayotliqi tarixidagi Sharq Turkiston tarixidagi muhim voqealiklarni kino qilib ishlagan bo'ladi ekan qarindoshlar. Buni mana albirlarda ko'rganlaridek o'sha shaklda film shakliga aklarlaydi ekanmiz. Buning uchun nurg'un ixtisosli xodimlarimiz, nurg'un
şekildeki insanlarımız varken dünyanın her qaysi yerlerinde şularni bir ekagili buludu iken bunun asası iqtisodken endi sen bu nebjan ketkisan pulning gibini digildi vadash ticaret tushdi deb ketmanglar. Demek yo'g'imiz mush ishlarni qurashtirib olib chiqishning asosi iqtisodkan. Iqtisod ne? To'g'ri yerga ishlatalisak, to'g'ri hisobini beralisak texmi yaxshi natijalik ishlar vujudga chiqadi ekan. Agar bu pulni elib bu dunyoda hisobini beramasak, bu dunyoda albatta beramaymiz qardoshlar. Shuning uchun biz kimdan pul olgan bo'lsak, Alloh xolsa, bugungacha olib qolgan bo'lsak, hisobini berib keldik. Inshaalloh hisobini beramiz. Hisobini bu dunyoda beramagan inson u dunyoda ham bermaydi. O'zimning rahmatini hamda o'zimning o'ylig'ini degan bo'ldim qarindoshlarimning gapimning to'g'ri yerini qabul qilib, to'g'ri shaklda qabul qilishni umid qilaman. Hammanglarni Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.